Assalomu alaykum shaxmat muxlislari. Shaxmat saltanati kanalida shaxmat darslari davom etadi va ko'rib turganingizdek shaxmat taxtamizning 1 va 8 gorizontallari sipohlar bilan to'ldi. Demak, ushbu qatorda yetishmayotgan so'nggi sipoh, ya'ni otni biz qo'shib qo'ydik. Demak, bugungi darsimiz otga va uning harakatlariga bag'ishlanadi. Demak, shaxmat taxtasida ko'rib turganingizdek oq otlar B1 va J1 kataklarini, mos ravishda qora otlar esa B8 va J8 kataklarini egallagan bo'ladi. Otlar shaxmat o'yinidagi yagona sipoh, boshqa sipohlarning yurishlarini takrorlamaydi va ular o'z oldilarida mavjud bo'lgan to'siqlardan, ya'ni o'ziga tegishli, raqibga tegishli bo'lgan barcha sipohlarning ustidan ham sakrab o'tish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Biz buni keyinchalik ham namoyish etamiz va uning yurishi o'ziga xos bo'lib, dastlab gorizontal yoki vertikal bo'ylab 3 katakka harakatlanadi va keyin o'ng yoki chapga burilib yana bir katak harakatni amalga oshiradi. Aytaylik, mana o'z turgan joyidan sanaydigan bo'lsak, turgan katagi birinchi, keyin esa mana vertikal bo'ylab ikkinchi katakka ko'tarildim va mana endi vertikal bo'ylab 3-katakka ko'tarildim va endi ushbu otni yoki o'ngga yoki bo'lmasam chapga bir katak buraman va mana shu katak uning manzili bo'ladi. Mana aytaylik, hozirda yurish navbati qoralardan bo'ladigan bo'lsa, mana bunday otning yurishi amalga oshirildi. Va yana bir omil otning yurishida, u oq katakda joylashgan bo'lsa, keyingi yurganida qora katakda joylashgan bo'lsa, mana 1, 2, 3 katakni bosib o'tdi va unga burilib mana oq katakni egalladi. Xuddi shunday mana qora katakda turgan qora otni ko'ryapmiz. U 1, 2, 3 katakni vertikal bo'ylab bosib o'tdi va mana gorizontal yo'nalishda bir katakka burildi. Xuddi mana shunday harakatlarni boshqa otlar ham amalga oshirishi mumkin. Va e'tibor bering, mana oq katakda turgan ot endi 1, 2, 3 katak gorizontal bo'ylab yurganidan so'ng mana vertikal bo'ylab bir katakka buriladi. Va hokazo. Demak, oq katakdan qora katakka sakraydi va rus alfavitidagi G harfini eslatib yuboradigan ko'rinishda dastlab to'g'ri yo'nalishda, keyin esa burilgan holda harakatni davom ettirib to'xtaydi. Mana ko'rishimiz mumkin. Hozirda ko'rib turibsiz, bu keyingi mavzularimizdan biri hisoblanadi. Qora shoh hozirda kechda e'lon qilganligi uchun boshqa ot bilan yurish imkoni yo'q. Shuning uchun bu otni o'z o'rniga qaytaramiz va mana endi istalgancha boshqa yurishlarni amalga oshirish mumkin otlar bilan. Keling endi asta-sekinlik bilan otlarni o'z o'rniga qaytarishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, bunda shaxmatda mavjud bo'lgan yurishlarni, ya'ni qoidalarini buzmagan holda buni amalga oshirishga harakat qilamiz. Hozirda biz endi mana bu B8 katagini egallashimiz kerak. Buning uchun esa ancha yo'l bosib qo'ygan ekan. Hozir mana shuni biz amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu ot ham o'z o'rniga kelishi uchun ancha yo'l bosib o'tish kerak ekan. Hozirda birgalikda mana shu yurishlarni ko'ryapmiz va nihoyat otlar o'z o'rniga qaytib keldi. Aziz muxlislar, ko'rib turganingizdek, shaxmat o'yinida eng o'ziga xos sipohlardan biri bo'lgan bu ot hisoblanadi. Biz uning yurishlari bilan bugun tanishdik. Albatta, bu bilan otlarga bag'ishlangan mavzuimiz o'z nihoyasiga yetmaydi. Keyingi darslarda yana bu mavzularni mustahkamlab olamiz. Buguncha esa xayr, salomat bo'ling.